Bundan 6 oy oldin qizimizning qulog'i yaxshi eshitmas edi. Men Instagramdan Shavkat akani kuzatib, Surxondaryo viloyatidan biz keldik tekshiruvga. Tekshirishdi, qizingizning qulog'i pardasi teshik ekan deyishdi. Qizingizning qulog'ini operatsiya qilish kerak dedi. Operatsiya qilindi. Yaxshi. Mana hozir ham yaxshi. Eshitishlar tiklandi. Shikoyatlar bo'lmayapti endi. Chap tomondan eshitish pasayishi bilan onasi bilan shikoyat kelganlar. Tekshirib ko'rganimizda parda qolib teshiklar aniqlangan va biz endoskopik timpanoplastika qilganmiz. Ya'ni quloq ichidan kirib teshik yamaganmiz. Hozir qayta ko'rikka kelishdi. Mana bitta ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Parda butun tiklangan, qon tomiri o'sib, ideal holatda. Ozgina sera bor ekan, gubka qoldiq qismidan bor ekan, tozaladim men. Xudo xolasa eshitishda ham yaxshi bo'ldi. 5-sinfda o'qiysan? 2-sinfda. Necha baho? 5 mi? Gap yo'q. Juda ham optimist qizimiz. Yaxshi xudo xolasa tiklandi, juda ham yaxshi bo'ldi. Endi eshitishlari ham hozir yana audiogramma qilib ko'ramiz va eski holatini solishtiramiz.